To'rtinchisi, demak, mana bu yerda butun bo'ladigan bo'lsa, 6,7 dan 2 plus 3 bo'lsa, butunlarni qo'shib butuniga yozasiz, kasr qismi o'zi qoladi. Bu to'rtinchi tipi. Beshinchi tipimiz, demak, mahrajlari bir xil bo'ladigan bo'lsa, demak, mahraj o'z yoziladi, suratni qo'shib qo'yasiz, bo'ldi. Agar sizda oldida butuni keladigan bo'lsa, 6,18 dan 7 qo'shamiz 2,18 dan 3 deylik. Butunlarni qo'shib butuniga yozasiz, suratlarni qo'shib suratga yozasiz, mahraj o'zi qoladi. Siz kutgan narsa keldi. Mahrajlar har xil bo'lsa-chi, uning ham usuli bor. Deylik, 4 dan 3 ga qo'shamiz, 5 dan 2 ni. Agar sizda mahraj har xil bo'lsa, birinchi tushuncha bo'yicha 5 ni bu tomonga, 4 ni bu tomonga yozasiz. Ya'ni shapkasiga yozasiz. 5 ni 4 ga ko'paytirasiz, 20, 5 ni 3 ga ko'paytirasiz, 15 va unga qo'shasiz 4 kere 2 8. Demak, javob 23 taqsim 20. Va oxirgi turi 8-turi. Oldida butuni keladigan bo'lsa, deylik 3 dan 1 qo'shilgan 2,5 dan 2. Sizga butunlar xalaqit bermaydi. Butun qismini qo'shasiz 7. Kasr qismida, demak, 5 ni bu yoqqa, 3 ni bu yoqqa yozasiz. 5 kere 3 15, 5 kere 1 5, qo'shamiz 3 kere 2 6. Demak, 7,11 taqsim 15. Kasrlarni qo'shishning xuddi shunday 8 ta turi bor. Fikringizni izohlarda qoldiring.